Mana isbotlab beramanman. Men endi bilasizlar, men pulga sotilmasligimni. Men O'zbekiston bayrog'ini yerga tushirib qo'ymaymanman. Shuni bilinglar. Alo. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, menga ana bu Tailand yurgan paytim qimordan nech pul taklif qilinganida 1,5 yilga. Qimordan? Ha, qimordan. 1 million. 1 million dollar, ha? Ha, 1 million dollar. Bo'ldi, ha. 1 million dollar taklif qilingan paytda men rad etganman. Chunki yoshlar meni orqamdan intiladi, yoshlar menga o'rnak bo'ladi. Men agar pul uchun bo'layotgan bo'lsa, men ko'p narsa qilib o'rgan bo'lardim. 1 million dollarni olib, sportda ham tayyorlab darsga ketgan bo'lardim. Yo'q, menga yoshlar o'rnak bo'lsin. Mendan keyin yosh avlod meni ko'rgan paytda menga ko'mir bo'lsin, meni ko'rsin degan nisbatan qilganman. Hozir aktivistlar chiqqan, men urushaman, u bilan men urushaman, aktivistlar borda foydalanadi. Yo'q, u men bilan rematch qiladi, shundan yutqazsan sport tashlayman.